Assalomu alaykum hurmatli Goskuter kanali a'zolari. Mana sizlar talablarga binoan qish kunida issiqqina yurish uchun yonlari berk elektrochoqli skuterimizni olib keldik sotuvga, ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli ishlangan, ranglari ham yangi ranglar, kofe rang. Juda nozik did bilan ishlangan, ko'rishlar mumkin. Orqa stoplari, yonlari ixcham, gabariti jamla katta bas. Mana bunday har xil hasharotlardan to'sish uchun shunday setkalari bor, ko'rishlar mumkin. Xohlasalar buni tushirib qo'yasizlar, qish kunida ichkari parlanib ketsa, buni ko'tarib qo'ysalar, havo aylanishiga juda foyda beradi. Balonlari 3.5 ga 10. Oldi faralari ko'rishlar mumkin. LED. Juda yaxshi yoritadi, pavorotning chiroqlari, dvorniylari bor, bako oynalari. Mana bu ikkinchi tarafi. Eshigini ochib ko'tarib qo'yganmiz. Ixtiyorlaringga qarab ochib yurishlaring yoki bo'lmasam zamogini tushirib qadab yurishlaring mumkin. Ruchnoy tormozlari, stakanchilari bor. Xo'p, salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak, Magic pultlari ko'rishlar mumkin. Audio sistema bilan jihozlangan. Ovozlari ham juda baland. Bluetooth mode. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, tablo hamma informatsiyani ko'rsatadi va yana bir buni YouTube tarafi zatni kameralar bor, ko'rishlar mumkin. Bemalol zatniga harakatlanganda qiynalmaysizlar. Rama raqamlari albatta mavjud. Nomer olishga muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Juda chiroyli ishlangan. Bu modelimizda akkumulyatorlari 32 amperli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. O'rtacha 50 km masofani bir zaryadkada bosib o'tasizlar. Orqada ham sidena qismida yukxona qilib foydalansalar ham bo'ladi. Joy bor, tashlab ketilgan. Balonlarda kalpelari bu alohida mavzu. Orqa stoplari juda chiroyli dizaynda ishlangan, ko'rishlar mumkin. Fatbarni gabaritni chiroq, stop faralar uchun, albatta pavorotni va zatni faralar uchun. Juda chiroyli ishlangan, zatni kamerasi. Orqada porchkalari bor, yorug', shinam. Qisqasi bir so'z bilan aytganda, puliga arziydigan mahsulot. Xo'p, eng qiziq joyi, skuterimizning narxi $1030. Vodiy ichi bilan dastavkalar bilan. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu videoda skuterimiz ham hozir Andijon viloyati Baliqchi tumaniga dastavkalar bilan chiqib ketyapti. Chiqib ketishidan oldin bitta YouTube kanalimizga video qilib olaylik dedik. Albatta sizlar uchun hurmatli mijozlar. Kimga shunaqa skuterlar kerak bo'lsa, shu turdagi skuterlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar.